Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahabatihi ve men itteba hudah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve cealna minel-raşidin. Amin. Amma ba'du faqala el-musannif rahimahullahu ta'ala leysa fi aqalla min 40 şaten sadaka. Çarımallarning ichidan o'tloqlarda yilning ko'p qismida bekalib o'tilan beqilgan qo'ylar bo'lib qolsa, buning eng tuvan nisobi 40 qo'y. 40 dan tuanda zakat kelmaydi. Va fi 40 shatun 40 bo'lgan chaqda bir qo'y zakat keladi. Ila 121 taki 120 ga qadar bir qo'y. 40 dan 120 qadar shu vaqas. 121 bo'lgan chaqda fafiha shatan 2 qo'y zakat keladi. Taki ila 201 201 ga qadar 2 qo'y keladi. 201 bo'lgan chaqda fafiha 3 shiya undan 3 qo'y keladi. Taki ila 400 töz bo'lgan qadar. Töz bo'lgan chaqda fafiha 4 shiya. Thumma fi kulli 100 sha. Undan her yüzde bir qo'ydan 500 olganda 5 qo'y, 600 olganda 6 qo'y bunda keldi. Bidalika tawataratul akhbar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislar mutawatir darajaga yetib, aniq shunda belgilab o'tgan. Wala khilafa fi. Shunga buningda ixtilof yo'q. Qala wa adna ma tata'allaqu bihi az-zakatu wa yu'khadhu fi as-sadaqati ath-thani. Zakat berishda vacib bo'lgan narsa ma'lum yashga bir mol desak, buni eng tuvan cheki as-sani va huwa ma tammat lahu sana. Bir yoshni to'ldirib, ikkinchi yoshga qadam qo'ygan. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam la yujzi'u fi zakati illa as-sani. Zakatda sanidan tuvan yoshdagi mol zakatni ado qilmaydi. İsab qilmaydi degandek rivoyat bo'lg'achqa. Va Ali radhiyallohu anhu mawqufan va marfu'a la yu'khadhu fi az-zakati illa ath-thaniy fasa'ida. Mawqufan va marfu'a yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tutashtirib rivoyat qilindi. Hazrat Alining so'zi sifatida mawquf rivoyat qilindi demakdir. Wa ruya annahu yu'khadhu al-jaza'u min ad-da'n. Wa ruya degani ba'zi hadislarda qo'ydan zakat olgan chaqda jaza osimi bo'ladi degandek mazmunda hadislar keldi deydi. Al jaza ko'pchilik olimlarning nazarida 6 oylikdan 1 yillik oraliqdagi qo'yni ko'rsatadi. Ba'zi olimlar 1 yoshga kirgan jaza deymiz deydi. Asli jaza degan ma'nosi ravrs bir yetilib bo'ldi degan ma'no asli jaza degan. Rasululloh vahiy kelgan chaqda Hazrat Xadija tag'isidan qish qapadi-ku. Shu chaqda yalaytani fiha jaz'an. Men shu chaqda yosh jalliq kishi bo'lgan bo'lsam, sana yordam qildim demakchi. Fas'ab sa'ida demakchi. Ya'ni uningdan yuqorisi qarab mansam. Fasa'idan ya'ni fas'ab bihi sa'idan. 2 yoshga qadam qo'ygan va undan yuqorisi. Ikkinchi yoshga qadam qo'ygan. 1 yilni to'ldirib, umri 1 yil. 12 oy desak, 13-oy, 14-oyga qadam qo'yganlari sani yo'q. Ya saniyaga alditishni ko'rsatadi. Saniya degan kishi bo'lsa, shu chaqda qo'y 2 yosh qadam qo'ygan chaqda alditishi shu yana chiqishga boshlaydi demakchi. Shunga tishi qarab beshini belgilaydi bu charmol. Jaza degan 1 yoshga to'shmagan. Ammo 1 yosh to'shmagan bilan bu 1 yoshga kirgan moldak gravs semiz qavul bo'lsa jaza. Shunga ba'zi masalan 6 oyda jaza bo'lib bo'lishi mumkin. Yoki 8 oyda ya 1 yilda. Shu fuqaroning talash-tarij qilishimiz shu sabab. Va huwa allazi ata alayhi akthar sana. Yani jaza degan 6 oy bilan 1 yil oralig'ida ömür ko'rgan demak. 8 oy, 10 oy, 11 oy deganda. Ba'zi ulamolar 1 yoshga kirgan deb izohlaydi jazoni. Va huwa qawluhuma, endi ma ikkinchi hadisda kelgan qarashni
sahiben aldı dedi. Ondan keyin Hanefi mazhabı ikki xil qarash bo'ldi. Birincisi şu metnul muhtar degan saniden tuvan mal zakat hisoblab ilinmaydi degan qarash. Bu İmam Abu Hanifa'dan İmam Muhammad al-Asl degan kitobda rivoyat qilgan qarash. İkinci qarash sahibanning qarashi, bunda qo'ydan jazo bo'lsin bo'ldi. Lekin boshqa sharmoldan-cho sani bo'lish kerak. İmam Şafii mo şu sahibanning qarashini tutgan. Şuna metni qarasanglar, "Ve yu'khadu fi sadaqati thani" deganda farqini qo'ydi. İmam Şafii boshqa qaraydi demak. Ammal ma'zu, endi o'chki kelsak, la yu'khadu illa thani. O'chkida cho'qim ikkinchi qadam qo'ygan bo'lishi lozim. Buni jazoga ruxsat qilmaymiz. Yani bu sahibanning qarashi. Yani bu muttafaqun alayh deydi. O'chki kelgan chaqda İmam Abu Hanifa mo sahibanmi o'xshashlar thani bo'lish kerak dedi. Lekin qo'yda sahiban jazo bo'lsin bo'ldi dedi. İ'tibaran bil udhiya. İ'tibaran degan so'zni biz nima qiyasan, yani qiyasning ismi bu, i'tibor degan. Fa'tabiru ya ulil absar. Qiyasning dalili. Udhiyaga qiyas qilgan holatda shunda deymiz. Oğlak 2 yaşqa qadam qo'ymasa qurbonlikqa yaramaydi debdi. Wal awwalu zahir rivoyati va huwa sahih. Birinchi qarash har qanday maldan 2 yosh qadam qo'ygani zakat hisoblab elinadi degan qarash zahir rivoyat shu. Al-Asl degan kitobda Muhammad ibn Hasan İmam Abu Hanifa'dan rivoyat qilgan. Va huwa sahih. Mush qarash to'g'ri. Hanefi mazhabda mesela 2 qarash bo'ldi. 2 qarashning qaysi to'g'ri? Qani olamiz desa İmam Abu Hanifa'ninkini olamiz. Nima uchun desak, qurbonlikda qo'ydan jazoni qurbonlik qilsang bo'ladi degan bir ruxsat kelgan. Mesela ba'zi sahobalar unda jazo bor. O'sha qurbonlik qilsam bo'lam bo'lsa, yani bu jazo degani bu 1 yoshga kirgandan semizroq, undan 6 oylik paqlining bor desa, qilsang bo'ldi dedi. Undan keyin bu qurbonlikqa mayli deganlik qurbonlik babida hadisda ayrim keldi. Bundan keyin buningga biz qiyas qilmay, zakatdagi qoida bo'yicha ma'muz bu qurbonlikqa o'xshamaydi deb turadi İmam Abu Hanifa. Nima uchun desa, qurbonlikqa o'xshaydi deb qalsam, sen shu tugi zakatini bergan chaqda tishini bilan belgilamay, erkak tuginimi osonlikda. Qurbonlikda tishini belgiladi-ku, bint mahal, bint labun, haqqa, jazoa deb belgildi. Tishini oladi. Lekin erkakni basi bo'lmaydi. Erkakni qanday chaqir bo'ldi dedik, qimmatini hisoblab, qimmat hisobida berish olsa, erkak bo'ldi dedik. Lekin berish kelgan chaqda erkakni basan bo'lmaydi. Lekin qurbonlik qilish olsa, erkakni qurbonlik qilsin bo'ldi dedi. Ondan masalan, qurbonlikda balki bir aybi bor bo'lib qolsa, bo'lmaydi deymiz. Masalan, ko'z ko'rmaydigan yoki ma'nmaydigan, manda bo'lib qolsa, qurbonlikda bo'lmaydi. Lekin zakat bergan chaqda buldu. Bundan keyin bu qurbonlik bilan zakatning o'zi o'xshamaydi. Qurbonlikqa qiyas qilmang. Shuna as-sahih zahir rivoyatdir. Va la yu'khadu min al-ibli illa al-inath. Mana tugidan kishidan boshqani olmaydi. Erkakni asi bo'ludi deymiz. Qachon qimmat esa olsam bo'ldi. 4 yoshdan kishidan birisi kelgan bo'lsa, kishi yo'q. Yagman kishini o'zim lozim. Men erkakdan bizni bir deb qolsa, 5 yoshga erkakni 4 yoshga hisoblab bersa o'chaq bo'ldi deymiz. Lekin İmam Şafii masalan bo'lmaydi deb qimmatini berish to'g'ri emas degan bo'g'achqa. Va yu'khadu min al-baqari wal-ghanami az-zukur wal-inath. Mana qo'ydan va kalidan erkakmi tishimi ilinadi. Li'anna an-nassa warada fil-ibli bi lafz al-inath. Al-qo'ylan kalida tishi o'silmaydi deganning asosi, chunki hadisda tugida kishining belgilab keldi. Bint mahab, bint labun, haqqa jaza deganda. Biqawlihi bint mahab, bint labun, haqqa jaza. Va fil baqari wal ghanami bi lafz al baqari va shat. Kal bilan qo'yda shu al baqar va shat deb mush so'zni ishlatdi. Mancha yoshliq erkak, mancha yoshli degan gap yo'q. Va annahu ya'ummuhuma. Mush ikki so'z erkak kishi har ikkisiga umum ishlatilgan so'z. İmam Şafii cho'qima tishini ilish lozim deb qaraydi.
قال من كان له خيل سائمة ذكور وإناث. Endi atning zakati. Yilning ko'p qismida o'tloqda o'tlatilgan at bo'lib qolsa, erkak kishi aralash bo'lib qolsa, yilqidan do'q yoki kishilar bo'lib qolsa, hammasi baytalki. Fa in sha'a a'ta an kulli farasin dinara. Xolisa har bir atqa bir tilla zakat berdi. Yillik zakat. Wa in sha'a qawwamaha wa a'ta an kulli 200 dirhamin 5 dirahim. Xolisa buning bahasini bağlab 2,5% zakat berdi. Her 200 tengega 5 tenge degan, yani 40 dan biri 2,5% zakat berdi. Bu İmam Abu Hanifa'nın atqa zakat kilido degan qarashi. İmam Abu Hanifa ve sahabe kiramlardan Hazreti Ömer, Osman, Zeyd ibn Sabit, ibn Abbas, Said ibn Yazid, onun başka tabi'lerde İbrahim el-Nak'i, Hammad, yani İmam Abu Hanifa'nın şagirdi Züfar. Bu şunun qarshi. Hem ikinci qarashga kelsak, ve qala Abu Yusuf ve Muhammedun rahimahumullah la zekata fil khayl. Atta zakat yok. Saime olsun, haluf olsun, atta zakat kelmeydi dedi. Li rivayeti Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qala leysa alel muslimi fi abdihi ve la fi farasihi sadaka. Müslümanınki puluda ve etida zakat yok deriz. Lekin İmam Abu Hanifa'nın qarashi bo'yicha tahlil qilsak buni, o'zining xizmatiga solgan quli va o'zi minadigan, jihad qiladigan etida zakat yo'q degan bo'ladi deymiz. Bo'lmasa qul agar aslida 100-200 yosh tijoratga elib sotgan qul bo'lib qolsa zakat qiladiganligi hammalar ittifoq. Undan hadisni menda tushunish to'g'riroq. Vali Abi Hanifa rahimahullah, İmam Abu Hanifa rahmetullah aleyhinin delili kavluhu ta'ala khud min amwalihim sadaqa. Bu umum bir delil. Mallardan zekat al dedi. Bu umum delil, lekin leysat nassan fil khayr. Ve hada min cümletil amwal. Bu ayetin vecil istidlal atma mal mülk mu, masmas mal mülk. Unda olanken zekat kılıdır. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem fi kulli farasin saimetin dinarun. Otlaqda baqada her bir atta bir dinar, bir tilla kilido. Ve leyse fir rabitati şey'un. Rabita degan uyda bağlab qo'yib, alab bilan baqadigan atqa zakat kelmaydi. Bu ajra hadis Hazrat Jabirdan kelgan. Ve kataba Umar radıyallahu anhu ila Abi Ubayda radıyallahu anhu an khudh min kulli farasin dinaran aw 10 dirahim. Hazrat Umar xalifa chaqda valisi Ebu Ubeyde ibn Cerrah'ta şunda farman tushgan edi. Her bir atdan bir tilla yoki 10 tenge zakat olganda. Bu Hazrat Umardan, Hazrat Osmonlardan sahih sanaddan kelgan. Va qiyasan ala sair as-sawail. Yani bir dalil qiyosiyatdan boshqa o'tloqda boqadigan va ovuydigan chormallarga kelsa atqimi o'xshashdan keladi. Bu mu ovib o'sib ketilayotgan saat demek. Lekin yuqorqi hadislardan ba'zi aciz. Sahabe kiramlardan kelgani, Xaliduldan kelgani sahih. Ammo Abu Hanifa'ning mush qarashiga sahih hadislardan kuchli dalillar bor. Masalan, Sahih Buxoriy va Muslimda anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala al-khaylu li thalatha. At 3 kishiga 3 xil holatda bo'ladi. Birisi li rajulin ajr. Bir kişiye bu ecir ve sevap faydalı kıldı. Bu kişi qanday qildi? Atning ustida jihad qilib, hatta jihad qilgan atni bir yerga bog'lab qo'ysa, shu bog'langan holatda o'tisimi ecir bor. Daryoda o'tib kelib, so'raydi bo'lsa, o'zi suv ichib solsa, uning bir ecir. Og'amchisidan bo'shinab bag'irib, o'ynab, saklab kelsimi, ashun ecir. Ha? Bu tarafdan ecir bo'ldi. İkinci kişi uchun sitr. Bu odamning namratligini muhtojligini yo'g'aydigan, kishiga muhtoj qilmaydigan narsa. O'ryaga bormoqchi bo'lsa atqindan birdi. Va ala rajulin vizr. Yani bir kishiga gunoh, yani gunohlik qilgan narsa bo'ldi. Da kelib u uzun hadis. Oxirda va rajulun rabataha taghanniyan va ta'affufa. Yani sitr degan va li rajulin sitr dedi. Taghanniyan va ta'affufa. Akishga muhtoj bo'lmay,
bir kişinin atlarını verip dostlar deb so'rab yurmay deb uyda atimizni bog'lab qo'yib o'zidan ishlatdi. Ama ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا في ظهورها. Uyda shunda saqildi, lekin Alloh taolaning shu chorvidagi haqqini unutib qolmadi va uning ustidagi haqqini unutib qolmadi. Zuhuriha degan haqqi desa, birisi amanasini yukni otib olay, to'shib pastlar desa, ma'qul deb o'qib berish. Endi haqqulloh fi raqabiha nimadan iborat? Zakatdan iborat. Unda onki mishada al-mutaalliq bir-riqab va zakat deymiz. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni ogohlantirgan. Qiyomat kuni sizlardan biringlar mening oldimga mo'rayotgan kalidan birini yoki to'layotgan tugidan birini yoki otdan birini yoki marayotgan qo'ydimizni yuzib kelib qolmasin, u chog'da men sizlarni qutqizolmayman deb ogohlantirgan bir hadis bor. La ulfiyanna ahadakum yawmal qiyamati ala raqabatihi shatun laha fuqa ala raqabatihi farasun laha hamhama. Kishnayotgan otdan birini bo'yniga yuzib hasirab, "Oy Rasululloh meni qutqizlar" deb kelsa, u chog'da men chora qilolmayman. Mush dunyoda shuni zakatini beringlar deyman. Bu bir xil nima? Va'id. Yani buni haqqini ado qilmaganlikning oqibati shunda bo'ldi demoqchi. Hozir mushk hadis Buxoriydagi sahih hadis. Yani mushundan zakat keladi degan mazmun chiqdi. Undan ekan, Abu Hanifa rahmatullohi alayhiga otqa zakat keladi degan qarashi mushk hadis bilan va yana Xulafa Rashidinninki sahih sanad bilan kelgan otqa zakat olgan amaliy ish izlari bilan kuchlanib keladi. Qala va ma rawahu Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Hamda Abu Hurayra radhiyallohu anhu manda deganda jumhur bir dalil keldi-ku. Sahiban vel jumhur Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasulullohdan laysa alal muslimi fi abdihi va la fi farasi sadaqat deb rivoyat qilgan desa, uningga biz nimda javob beramiz desa, uning qarta javobimiz qala Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhu innama arada farasal g'azi. Mujohidninki to'lab qolsa, uni afu qildi. Bu biranda Alloh yo'lida buni zakatdan berib turganda bir ahvol bo'lg'achqa zakat kelmaydi demakchi. Bu Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhudan sahih rivoyatda unda kelganligi noma'lum, lekin Ibn Abbas radhiyallohu anhu bunda izohlaganligi sahih sanad bilan kelgan. Endi bu masalani shunda oyoqlashtiribdi. Yani zukur ve inas bo'lgan taqdirda Abu Hanifa keladi dedi, jumhur kelmaydi dedi. Abu Hanifaning shu masaladagi qarashi kuchli. Yana Said ibn Yazid radhiyallohu anhu bu ikki sahoba bu shunda deb ekan. Ra'aytu abi, yani Said radhiyallohu anhu deydi, otam Yazid radhiyallohu anhuninki yuqayyimul khayla thumma yadfa'u sadaqataha ila Umar. Qo'ldagi otni baholab şunun zakatini Hazreti Ömer'ge belgelikini ben ko'rgandim. Buni Darqutni sahih sanad bilan rivoyat qilgan. Yani Hazreti Ömer'ninki otning zakatini olganligi yoki bir tilla yo 10 tanga bir otga zakat belgilanligi sahih sanad bilan kelgan. Uningda hech qanday. Undanki biz tushunishimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamanında, sahabe-i kiramlar, muhacir ve ansarlar zamanında kişilerдің qo'lida tuzuk at yo'qdi. Hatta bazı cihat chiqqan chog'da atlıqdan ikkisi qağını pişadı, bunda çıkan o. Atlık nayet azdı. Bir kişinin bir etibarı bazı yok. Köpüncüsünün yok. O artık onun baş at takımı yok. Bunda bağlanırken şu çağlarda bir hadiste şuna afavtu lakum an sadaqatul khayl ve raqiq degan. Sizga atning zakatini afu qilyaptim. Mushuni bildirdi, shu atga zakat qiladi. Lekin sizning ahvolingizda at asasen yok ya kendan musun cihat kışlık turvatqa atıl boğaçqa men afu qilyaptim degan. Keyin anda musulmonlarning futuhatlar kengaygandan keyin atlarni nurg'un sonda qo'lga tushgandan keyin andan Hazrat Umar asli shariatning zakat qildi degan qoida bo'yicha, shu maqosidi shariat bo'yicha zakat olgan. Endi at hammasi baytal ya hammasi erkak bo'lib qolgan taqdirda qanday buldu degan masala. Ve an Abi Hanife la şey'e fil inathil khullasi li'adam an-nama ve't-tawabul.
Abu Hanifa'dan agar bir yilqidagi odam mesela baytalolab qolsa, zakat kiramni kammamdi degan ikki xil rivoyat kelgan. Birisi zakat kammaydi. Nima uchun desa, bu hammasi shu bo'lgankan olmaydi. Bu malin nami emas demakchi. İkinci qarash va sahih, mana va sahih degankan to'g'risi ma'lum degankan, yana bir qarash keldi. Biz shu ikkinchi qarashni to'g'ri qarash deymiz. Al-vujub. Sap baytal o'simi zakat qiladi. Li qudratihi alayhi bi isti'arati al-fahl. Erkekni ariyat kelib chaptirgan ishlar bo'lg'achqa, shu orqali yani buni nasllantira oladi demakchi. Va anhu Imom Abu Hanifadan fi zukuri rivoyatan. Ot erkeklar bo'lsa bir yilqidagi bir to'p otning hammasi erkeklar bo'lsa ikki xil qarash keldi. Zakat qilamdi, kammamdi. Ikki xil keldi degankin birisi keladi, birisi kelmaydi. Al-asah bu ikkisining to'g'rirog'i annahu la yajib. Zakat kelmaydi. Li'annahu la namaa bil wiladati va la bis samn. Chunki u botlaqlab olmaydi. Sanoviga shu bir yil baqsimi san olmaydi. Balki o'lab kemishi mumkin. Endi buni semirish orqali buni go'shi avib, qimmat avib digli bo'lmaydi. Nima uchun Abu Hanifa rahmatullohi alayh go'shini yemaysa degan. Abu Hanifaning nazarida atning go'shi ilmaydi demak. Ilmaskini Abu Hanifa jihad qiladigan qurol xarakterdagi narsa bo'lg'achqa buni yeyishga ruxsat qilgan taqdirda atni so'yab, qiziqilib yeb, undan keyin dushman kelsa, piyoda qilib jutni dushmanga tutqazg'ash xudo deb shunga. Ya'ni bu atningki go'shi aslida harom demakchi emas. Lekin atning go'shini yemaymiz degan qarshi bo'lg'achqa, uning semirib go'shi olgan taqdirda uni avdi demaydi Abu Hanifa. Hozirmi kuchkiga? Chunki hozirmi at qo'shin bor. Saqchining at Londondan o'sib qarasanglar, at askar bunda turdi. Londonning ko'chalarida. Masalan, to'p musobaqasi olsin, shu at bor. Hatta harbiylarningki qo'llarning ichida atliq qo'lq bor. Chunki tag'li qashunda ba'zi rayonlarda at to'misi bo'lmaydi. Ve vejhu rivayetul vücub. İkinci muqabil al-asah acizroq qarashda zakat qildi degan. Erkaklar bo'lsin zakat qildi deganning buning dalili nima desa, anna zakat as-sawaimi la taxtalifu bil-dhukurati wal-unuthati kal-ibil wal-baqar. Bu otlaqda, yayloqda otlaydigan charmallarningki zakati erkak kishilikka qarab vojib qildi bo'lmaydi degan o'zgarish bo'lmaydi. Bunda ayirmaydi. Ya'ni zakat qildigan, zakatini berdigan malning erkak kishilikka qaramaydi odatda. Unda olgan kildi demakchi. Ya'ni qiyos qilib turish, tuga va kaza qiyos. Val farq, avval qiyos qildi-ku, zakat vojib bo'ldi degan qarash qiyos qildi. Imom Abu Hanifa zakat vojib bo'ldi degan qarashida qiyos qildi. Tuga, qo'y, kala, buni erkak kishida bunda qaramaydi. Bo'lsa, buningga raddiya Abu Hanifa'ningki erkaklar bo'lib zakat kelmaydi degan qarashi asosan a qarashga zakat qildi deganga raddiya versak al-farq. Sen qiyos qilding, mening javobim sening qiyosim ma'al farq demak. Farq bor. Unda o'xshab ketmaydi deymiz. Anna nima yahsul fihima bi ziyadati al-lahm fihima ya'ni fil ibli wal baqari. Buningda sanamizmi semirib avjoltiri. Tugulan kalda. Lekin otda simirishlar avishni hisobladik biz. Undan ekan, bunda aviydi degilmaydi. Undan bu mal g'ayri nami bo'ldi. Undan ekan Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhinki zakat qildi degan qarashi zukur va inas bo'lsa yoki inasdan bo'ladi. Pirishga o'simi qildi. Hanefi mazhabda ba'zi olimlar otning nisobi 5 yoki 3 deb baqqan bo'lsa, lekin Hanefi mazhabda otningki nisobi yo'q. 1 ya 2 ot o'simi zakat qildi. Al-asah degan buning muqobili sahih chiqdi. Ya'ni ish qarashdan ichida sahih. Imomning kelgan ishga qarash sahih, lekin qas bakra sahih desak, jalliqroqi zakat qildi degan qarash. Va sahih shu, ayin bir qarash baklam ojiz. Otning zakatiga munosabat masalada ulamolar deydigan, otning zakati majbur ilinmaydi deb. Ya'ni bu mazhabda
Mesela başkanlıkka mecbur ilindiği, mecbur ilinmaydı. Nima uchun? Bu zakat amval zahira. Bunun zakatını zakatçı datayiziplam toplab ileverdiği desek, çünkü at bu bir kural. Kural yarattan ibarat. Yani kural yarat bo'lgandikan, ba'zida zalim hukumat olib qolsa, harbiyni kuchlantirish uchun xalqning etini mana shu ilib olaman deb zulm qilish mumkin. Shunga buni men beray zakatini biritdim deganlardan olsa, zulmaysa deb bekitib qo'yibdi. Vacib degan qarash bo'yicha sen majbur olmaysan demoqchi. Yani bu ham zulm qilib qolmasan deb yo'lni taqaganlik. Qala va la zakata fil bighali wal hamir. Keçir ve eşeklerde zakat kelmaydi. Bunu manda elep bilan bakmanda albat kelmaydi. Ticaret qilaman deb ilib sotgan bo'lsa keladi, qimmati keladi. Endi nasllantirib avtiman deb qolsa kelmaydi. Chunki qechini avtalamda avtamaydi. Vel hamir eşek. Li'annahu sallallahu aleyhi ve sellem suila anha فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا الآية الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Muşu bayatımız İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh delil buldu diyen Bukhari'nin hadisini keltirdik o. Şu hadisin ayığı. Lem yense hakkallahi fi rikabiha diyenin ki andan eşekte zekat kilamdo dese Allah Teala eşek doğrusta zekat kilolken maydap nima tushumida deb zakat ado qilsa Allah Teala uni savob mukofot berdi deb qo'ydi. Bu mu nimani ko'rsatdi? Asl lammansa haqqallohi fi riqabiya degan so'zdan shu zakat maqsad qilindi deganni ko'rsatdi. Ayg'idlam bu eshakning zakati kilamdi deb so'g'anligi atning ustida haqqallohi fi riqab degan zakatga deganni ko'rsatdi. Qala wala fil awamili wal alufa. Awamil degan davomliq ishlatiladigan. Masalan, ya ag'dirishda ishlatish mumkin, karvonga tuga qilib bir narsa to'shishda ishlatish mumkin, suv tortishda ishlatish mumkin. Wal alufa halab bilan bog'ligan. Biz yuqorida buni Saymaning qarshisida bayon qilib o'tdik. Lima taqaddama min ishtirat sawm. Yuqorida bekarlik o'tilan o'tlaydigan degan shartni bekitgan vaqtimizda bu aniq bo'lib bo'lgan. Va qala sallallohu alayhi vasallam laysa fil baqaril awamil sadaqa. Ishlatilgan, ishqsaldigan kalilda zakat yo'q degan. Rawahu ibn Abbas radhiyallohu anhuma. Wa li anna an-namaa mun'adimun fiha. Chunki ishlatilgan kalilda asosan olmaydi. Va olishga fursat bermaydi. لأن المؤونة تتضاعف بالعلف فينعدم النماء معنى. Yana halab bilan beqildigan charmallarda halab chiqimda qiladi. Halabga chiqim ketadi. So'nglan sani avsimi halab xazigan puli avgan sanga to'g'ri kelib qoladi. Shunga haqiqiy nima yo'q degan natija kelib chiqadi. Va sababu al-malna min zakat kilidu deydigan shart yoki sabab nima edi? Avib turadigan mal bo'lishi kerakda. Endi bu mal olmaydigan malga o'xshaydi. Yani shakli tarafdan ko'rinishga olgan bilan amniyatda qulba iqtisod olmaganday. Qala wala fil fuslani wal humlani wal ajajili. Yana butlaqlarda, qo'zilarda va muzaylarda zakat yo'q. Buning ma'nosi boshunda cho'ng hayvon yo'q. Hammasi unda butlaq, qo'za, muzay bo'lgan taqdirda zakat kelmaydi. Ammo cho'ng bilan billa ashul bo'lib qolsa, aralash holatda sanga hisoblaymiz. Masalan 20 to'ga 20 butlaq bo'lsa 40 desak, 40 ning hammasiga hisoblaymiz. Qo'ydimmi masalan 40 qo'y, 20si cho'ng qo'y, 20si qo'zilib qolsa 41 qo'y kildi deymiz. Qalig'imi shunda. Lekin men demoqchi bo'lganim shu cho'ng yo'q. Hammasi shunda qo'za, hammasi butlaq, hammasi muzay bo'lsa demak. Fuslan fasilninki ko'pligi. Ya'ni kichik butlaq. Muzayg'im ishlatadi. Lekin ko'pincha ahvolda tugining butlaqi. Yani anasında ayrılıp otlab mağduran bolsa şu çağda fasil deydi. Li'ennehu infasala an ummihi. Hümlan bu kuza. Adam da
hadicha qo'lni ko'tarib yoki qilib baqadigan bo'lg'achqa. Val ajajil bu ijlning yoki ijjavlninki ko'plik desak bu muzay. Bular hammasi bir yashini to'ldirmagan ashuna kichik ayollar. İlla yakuna ma'aha kibar. Shu kichiklari bilan cho'nglari birlab qolsa zakat qildi. Yalnız unda kichiklar bilan qolsa zakat kelmaydi. Ve qala Abu Yusuf fiha wahidatun minha. Abu Yusuf agar saplam kichik chari bo'lib qolsa, sanni to'shsa, masalan 5 botaloq, 40 quza, 30 muzay bo'lsa, ashuningdan birisi zakat qildi. Masalan 40 quza desak, 40 quzdan bir quz keldi demek. Vahida minha. Aşının içinden birisinden çoğuna ataaydan sırtdan bir çoğun vermemiz. Çünkü tügede malum yaş bekitken o. Hadi bu yaşlarımız anında çoğun. Onda çoğuna vermemiz. Bir tüge vacip oldu diyen çağda şu hemmesi butulak olsa bir butulak vermez. Bir koy vacip oldu diyende şu kuzulak kalsa kuzdan birisi. Bir kalı vacip olduğunda muzaydın birisi kıldı demek. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi muş Abu Yusuf'la o'xshash. Wa qala Zufar fiha ma fil kibar. Cho'ng qanday kelgan bo'lsa, kichkim shunday qildi. Mo'shini tugidamdiq demamdiq tugidaymiz. Ash qo'zilni qo'ydamdiq demamiz qo'ydaymiz. Nos qildi demak. Hozir mishalda 3 xil qarash bayon qilindi shunama. Aslida shu 3 xil qarashning hammasi Imom Abu Hanifaning qarashi. Bir qarashni boshda tutib, uni yongandan keyin Abu Yusuf bu qarashni tutgan Imom Shafi'lar. Yani bir qarashni tutib, uni yongandan keyin Zufar bu qarashni tutgan. En ahirda o'zi yana bir qarash qilib to'xtalgan u Abu Hanifaning qarashi. Yani Imom Abu Hanifa tashlatgan qarashni boshqalar. Shunday. Dalil ajiz bo'lgan. İkisinin farkı. Abu Yusuf aşu botlaqlardan birini birimiz deydi. Şunun işidin. Zufar aşu mançı tugada bizni bekitgan o. Çoğunlağı birini bekitgan. Çoğunlağı bekitganini birimiz deydi. Sırtdan elip birisan demakchi. İkisinin farkı şu. Yani Zufar'ın delili lianna qawluhu sallallahu aleyhi ve sellem fi 5 min al-ibil shah. 5 tugada bir qo'y degan. Hozir shu 5 tuga 5 botlaq bo'lsa-mu 5 tuga bu. Bir qo'y kildi demak. Va qawluhu fi 40 shatan shatun 40 qo'yda bir qo'yilgan shu 40 qo'zimi 40 qo'y demakchi. İsmi cins yani shat ibil ismi cins. Yatanawul al-kibar va as-sigar. Bu cho'nmi kichikmi hammani o'z ichiga oladi. Wa li Abi Yusuf rahimahullah anna fi ijab al-musannati ijhafan bil malik. Abu Yusuf bu cho'nlağı bekitilgan 1 yaşını to'ldirgan, 2 yaşını to'ldirgan deb bekitilgan bu tugilarni kichik botlaqlarga shunda birisa desak, bu mal egisi qarta zulm bo'lib qoldi. Naqchilikda. Va fi adam al-wujub zakat faqat kelmaydi deb qolsak, va fi adam al-wujub aslan diraran bil fuqara. Faqirlarning haqqi yo'qolib ketib qoldi, ular ziyon yetadi. Fayajibu wahidatun minha kal mahazil. Shuna xuddi uruq tugilarga o'xshash, ba tugildan birisi qildi. Masalan, uruq tugidan 25 bo'lsa, belgilangan binti mahatdan birisi qildi. Undan keyin bu kichik botlaqlarni sa'ash uruq tugiga o'xshash zavlab, uruq tugilarga semiz birisini eklashing kerak emas. Yoki uruq olgandan kelmaydi demaysa, shu ishidan birini birisi. Yani bu Abu Yusuf'ning dalili nima ekan? Qiyosga. Kalma hazil degandilla delili qiyosga deymiz. Va lahuma deganki damir kimga qaytadi? Abu Hanifa bilan Muhammad lit-tarafayn. Bunun dalili hadithu Suwayd ibn Ghafala annahu qala atana musaddiq Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fasami'tuhu yaqulu fi ahdi an la akhudha min radi'il labani shay'a. Tehanisi imayotgan botlaqdan zakat olmayman debken bir zakat chiqadi. Rasulullohning zamonidagi zakat chiqadirdim bilsa, shunda debken. Bu hadisning dalili. Hamda aqli dalil va li anna an-nusba la tunsabu illa tawqifan aw ittifaqa. Chunki bu zakat qildigan o'lchamlar bu o'zimizning ra'y bo'yicha bekitiladigan narsa emas. Shariat belgilab berish orqali bekitiladi. Aw ittifaqa. Hamma ijmo kelgan bo'lsa bir qarashcha bo'ldi, menda bo'ldi deymiz. Yoki ittifoq qilmasak, shariat belgilab bergan bo'lsa shu esa bo'lmasa
muşo ya o digili bulmaydı. Vaqad udima fi sigar, kichik ashunda qo'za, botaloq, mozaylarda ittifoq mu yo'q, birlik kelami do, ham nas tawqif mu yo'q. Wa li anna ash-shar'a awjaba asnanan murattabatan fi nusub murattaba. Yana shariat har bir o'lchamga muayyan bir sinda zakat bekitdi. Bint mahat, bint labun, hiqqa, jaza'da. Wala madkhala lil qiyas fi zalik. Am buningda biz qiyas bilan o'ylab buni unda bekitilib bo'lmaydi. Masalan, qo'ydan masalan başta 40 dedishni, 40 qo'yga bir qo'y keldi. Lekin 80 bo'lsin yana bir qo'y, 120 bo'lsin bir qo'y. Keyin ondan har 100 bir qo'ydim mandi. Lekin dastlabda 40 ta bir qo'y kelgan. Yani buni kalimiz bilan bekitib bo'lmaydi. Walaysa fi as-sigari tilka al-asnan. Endi ash kichiklarda, masalan, botaloqning ishida ay bint mahat, bint labun, hiqqa bama yo'q, bu ish yo'q. Lekin shuni tasavvur qilib hozir. Botaloqga namnisi. Masalan, qo'lida hozir 25 botaloq bor ekan, 40 qo'zi bor ekan, 30 muzay bor ekan. Buni 1 yil to'shqancha zakat kiritdi. Ham 1 yil to'shqancha bu qo'za, botaloq, muzay olti turamdi. 1 yil to'shqan ekan, cho'ng hayvon bo'lib ketdi. U chaqda keyin uni 1 yil to'shsa, cho'ng hayvon bo'lib 1 yil to'shsa zakat kiritdi, ishtami? Abu Yusuf bilan Zufarninkida keladi. Abu Hanifaning nazarida kammaydi, qachon keladi desa, cho'ng bo'lgandan keyin, uningkin 1 yil o'tsa, ondan keladi dedi. Ya, agar cho'ng hayvon aralash bo'lmay, sap ashunda kichik bo'lib qolsa, bu 1 yil to'shqandan keyin cho'ng bo'ldi ishlama. Cho'ng bo'lgandan keyin biz 1 yil hisoblaymiz, shu cho'ng bo'lgan chaqni tatib hisoblaymiz. Davomga hozir buningga zakat kelmaydi aslida. Ammo bu ulamolar qanday tasavvur qildi bu masalani? 40 qo'y desak, 40 cho'ng qo'y qildi bordi. Yil hisoblashga birinchi oyda 40 qo'y bor deydi. Yani bu 40 qo'y yilning o'ttirda 6 oy o'tgandan keyin 80 qo'y bo'ldi. 40 qo'zisi va 40 cho'ng'i var. 80 qo'y bo'ldimi? Yani 80 qo'y bo'lib, nima qilgandan keyin yilning oxiriga borgacha, ma cho'ng qo'yning 40'ini ya setivetdi, yoki yevetdi, yoki o'g'raldi. Yil oxirida 40 qo'zi qolib qoldi. 6 oylik bo'lgan qo'zi qolib qoldi desak, mushunda o'ylasak, ma gap to'g'ri chiqadi. Bo'lmasa, uningdan boshqa tasavvur qilib. Bu bir tepishmoqdek bir ahvol. Birodarlar, imatqan shu qo'zilar hamda. Botaloq olamdi, muzay olamdi, qo'zi olamdi, shunda hayvonlar. Qala illa yakuna ma'aha kibar. Bu kichik hayvonlar bilan birga cho'ng hayvonlar bo'lib qolsa, andan zakat keladi. Walau kanat wahida. Cho'nglardan bir bo'lib qolsin kelgan. Nima uchun desa, bu cho'ngni xuddi bir ximiturishdak yoki bir turukdak boshqa hammasi mushunga yo'linib turib hisob bo'ldi. Agar bu turuk shundan chiqib ketib qolsa, hech nima hisob bo'lmaydi. Biz bir nisobni turib turamiz, keyingi nimalarni yo'laymiz, nechilning zakatini berishni shunday hisoblaymiz dedi-ku. Shunda bir ximiturja kunalgi degandek bir narsa hisoblaydi. Li'annaha tastatbi'u as-sigar. Chunki bir so'zimi hamma kichkina aqaga agashtirib mangdigan, shuni boshildigan. Lima taqaddama min qawli Umar radhiyallohu anhu udda alayhim as-saqla. Ana shu qo'zinimi sanga kirgizib hisoblab zakat ag'in deb zakatchisiga shunda buyurgan so'zi dalil bo'ldi. Walau jaa biha ar-ra'i ala yadihi. Qadichi qo'zini bijat bo'lgan, 3 kun bo'lgan qo'zni qo'lda ko'tarib kelsin, 42 deb sanashda shuni bir qo'zi deb hisoblaysa. Undan keyin cho'ngi bo'lsa, kichik bo'lsa, kichikigimi zakat keladi demakchi. ثم عند أبي يوسف رحمه الله في 40 حملا حمل. عند أبو يوسف رحمه الله قرشي bo'yicha desak 40 qo'ziga bir qo'zi keladi. Yani vahidatun min hadidgo 40 qo'zining ichidan birsini bir dedi. Va fi 121 ithnan. 121 bo'lgan chaqda 2 qo'zi urdi. Va fi 201 thalatha. 201 bo'lgan chaqda 3 qo'zi. Va fi 404 400 bo'lgan chaqda 4 qo'zi. Thumma fi kulli 100 wahidatun kalkibar. Ondan har 100da shu cho'ng qanda bo'lsa 100ga birsi zakat qildi. Va fi kulli 30 ajlan ajlun. 30 mozayga bir mozay. Fa fi 30 wahidun. 30da bir bo'ldi. Va fi 60 ithnan. 62 va fi 90 thalatha.
90'da 3 ve fi 120 4 124 muzay ve hakeza bunda meni yurdu ve ammal fuslan degene yani butalaqlar fa'anhu degene İmam Abu Yusuf'tan bir rivayette bunda demiş. Abu Yusuf'tan ne xil rivayet kelgan bu? 3 4 xil rivayet. Bir rivayette la yajibu shay'un ila 25 25 kadar bir narsa vacip emas. Esi 25 kadar 4 qo'y kildi. Lekin ma butlaqda ya qo'yim kelmaydi debdi. Fayajibu wahidatun minha. 25 bo'lgan chaqda andan bir butlaq qildi. Bint Mahatning o'rinda. ثم لا يجب شيء حتى تبلغ عددا لو كانت كبارا يجب ثنتان وهو 76. Yani çoğun olsa, çoğun tügini savunsak, iki tügü kildiğen boğan kadar arlık yana bir narsa vacip olmaydı dedi. O netçe 76 olsa, iki tügü kildi tesli. Çoğun tügü de ikisi kildi. Feyekunu fiha fasilan. Ondan ki butula kıldın 76 geçse, iki butula kildi. ثم لا يجب شيء حتى تبلغ عددا لو كانت كبارا يجب فيها 3. Tügüler çoğun tügülap varsa 3 tügü kildiğen olsa onun dinkendan butulaqtın mı şu sanı yetse 3 butulaq kilidi. Ve ye 145 bu 145 butulaq. Nesi çoğun olsa hakkatani ve binti makat deb 3'nü belgilegen. Feycibu 3 fuslan. Bunun da 3 butulaq vacip buldu. Ve muşunda hesaplamını yurdu. Ma bir rivayet. Ve anhu ikinci bir rivayette Ebu Yusuf'un geldiği ikinci rivayette ennehu yecibu fil khamsi 5 butulaq qalsa vacip buldu dedi. Yuqorqi rivayette 25 kadar nas vacip olmaydi degan. Mana 5 ulab qalsa zakat vacip buldu. Aslida 5 olsa bir qo'y qildigo. Yani ma rivayetdan debdi yecibu yani al aqallu min qiymati shatin ve min khumusi fasil. İkisi qaraymiz deydi. İkisini bağlab bakamiz. Bir qo'yning bahası tüverrekmi? Butulaqning 5'ten 1'ning qimmati tüverrekmi? Bir butulaq 10 ming ko'y qoldi ekan. Bir qo'yning 2 ming ko'y qoldi ekan. İkisi tanlab qoldi. Agar qo'yning 2,5 ming ko'y qolsa, butulaqning 5'ten 1'ini bermez. Agar qo'yning 1500 ko'y qolsa, 1500 ko'y bermez. Eng azını bermez deydi. 5 tögiga bu ikki narsaning qimmatining eng izini qarab shuni bermez deydi. Va fil ashri endi 10 olsa ikki qo'yning qimmati to'g'rirakmi yoki ikki butulaqning 5'dan 2 ulushi to'g'rirakmi? Al aqallu min shatayn aw khumsay fasilin. Aşı bo'yicha mana ekan. Va anhu yani İmam Abu Yusuf 3. bir rivayette va anhu aydan annahu yajibu fil khamsi khumusu fasil. 5 butulaqda bir butulaqning 5'dan 1'i. Xuddi bu hamda 20 sallam bektetgandek. Ve fil ashri khumusa fasilin ve hakeza. Bunda bana degan. Ve suratul masala. Endi suratul masala degan bu şu yuqorida qo'zlar, butulaqlar, muzaylar zakat yo'q degan masalaninki tasavvur qilish shakli qanday desa, rajulun lahu nisabun min as-sa'imati mada alayha ba'd sana. Nisab etken charmal bor. O'tlaqda o'tiltidigan. Buningga bir necha ay o'tdi. Yani yılın başlangıç bir noktası var. 1. aydan tartib 4. ay 5. ay kelgan chaqda favaladat thumma matatul ummahat. Bula avdi. Avlandan keyin bunun unda anasi olamdı, dadasi olamdı, hamma so'lab ketdi deydi cho'nglar. Fahalal havlu alal awlad. Shuna 1. aydan tartib hisobla kelsak, yana 1. ay kelgan chaqda cho'nglar masa yo'qlab keyin qo'zlarlar o'ttirda shu bor. Fa'indahuma yani indahuma al-imam Muhammad yani tarafanning nazarda yanqati'u hukm al-hawl va zakat. Tarafanning nazari qanday bo'ldi? Zakat kelmaydi. Zakat kelmaydi. Yil to'shgan chaqda cho'nglardan birisi bo'lib qolsa, ondan zakat qildi deydi. Lekin cho'nglar bo'lmasa zakat kelmaydi. Endi buni qanday hisoblaymiz bo'lsa? Bu yana 40 muzay tursa 40 muzay cho'ng bo'lib, uningdan 1 yil o'tsa, ondan zakat qildi deymiz. Yani 6 aydan keyin ondan havlni boshlaymiz degan nima chiqdi. Tarafaynning qarashi bo'yicha. Va anda Abi Yusuf va Zufar rahimahumulloh la yanqata. Ikkalasining o'rtasida u
havl uzilib qolmaydi. Shu onasi, dadasi bachaqda birinchi oyda havlni boshlangan bo'lsa, yana birinchi oyda havl tamom bo'lgan bo'ldi dedi. Shuni zakat qildi dedi. Qala wala fis-sa'imatil mushtarakati illa an yablugha nasibu kullu sharikin nisaba. Ikkalanga o'rtaq chorva bo'lib qolsa, her bir shirikning nisibisi o'z oldiga zakat qiladigan o'lchamga yetib qolsa zakat qildi. Bo'lmasa ikkalaninkini to'plab hisoblasak, aran nisobga yetadigan bo'lib qolsa kelmaydi dedi. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا انتقص شياه الرجل من 40 فلا شيء فيها. 40'tan kemiyip ketib qolsa zakat kelmaydi degan hadisga asosan. ولأنه إنما تجب باعتبار الغنى. Yani akli delil keltirsak, bu baylık cihattan vacip bo'ldi. Wala g'ina illa bil mulk. Shu nisob to'liq ega bo'lsa, undan boy hisoblanadi. Nisobni biz bayliqningki belgisi dedik-ku. Nisobni to'liq ega bo'lsa, undan boy deymiz. Nisobning yerimini ega bo'lsa, qolgan yerimga shirk ega bo'lsa, bu bir kishi to'liq ega bo'lgan bo'lmaydi. Fa innahu la yu'addu ghaniyan bi milki sharikihi. Shirikining igidachiliqidagi mal bilan u bayolab ketmaydi. Va yastavi fi zalika sharikatul amlaki val uqud. Buningda sharikatul amlak bo'lsin, shirkatul uqud bo'lsin o'xshash. Ya'ni bu shirkatlarni, shirikchilikni keyincha muomalat babida shirkatul amlak va shirkatul uqud deb ayirdi. Shirkatul amlak degan to'xtamlashmay shirik bo'lib qolgan shirikchilik. Masalan, mushsin tikilga bir aylan masalan 100 tugin hadiya qilyapti deydi. Biz bu to'xtamlashib, buni shiriklashamdik deb yurdik-ku. Biz majburi masalan to'xtamlashmaylan shirik bo'lib qolgandek bir ahvol. Shirkatul amlak. Yoki masalan ikki o'g'ilga dadisdan 200 qo'y miras qoldi. Ya vasiyat orqali keldi, ya so'g'at orqali kelib qoldi. Bu shirkatul amlak. Yani şu mülkide şirikçiliki var. Bu to'xtamlashib yurmaylan shirik bo'lib qoldi degan. Shirkatul uqud degan cho'ng, biz birga tijorat qilaylik, sen manchilik chiqar, men manchilik chiqaray, birga oltay deb to'xtamlashib qilgan shirikchilik. Mesela mudaraba deymiz, shirkatul abdan, shirkatul vujuh, hammani o'z ichiga oladi. فلو كان بينه وبين آخر 5 من الإبل ikkalan 5 tugi ega bo'lgan bo'lsa, shirik bo'lgan bo'lsa, أو 40 شاة يا 40 qo'yga shirik bo'lgan bo'lsa, فلا شيء على واحد منهما. ايش قاسغا zakat kelmaydi. ولو كان بينهما 10 من الإبل ikkisining o'ttirda 10 tugi bo'lgan bo'lsa, أو 80 شاة يا 40 qo'y bo'lgan bo'lsa, فعلى كل واحد منهما شاة. Har birisiga bir qo'y qildi. Yani 5 tugining 5 tugi buning bo'lg'achi. 80 qo'yninki 40 uning 40 buning bo'lg'achi. ولو كانت بين صبي وبالغ فعلى البالغ شاه. Bir kichik bola bilan shirik bo'lgan bo'lsa, 40 qo'y, kichik boladan 40 qo'y, cho'ng odamning bo'lsa, cho'ng odamga bir qo'y keldi. Kichik bolaninkida, Hanifi mazhabning qarashida zakat kelmaydi dedi. Shunga o'xshash bir kafir bilan bir musulmon shirik bo'lgan bo'lsa-mu, shunda biz buni muvattad o'qidik. La yufarraq bayna mujtama'in va la yujma bayna muftariqin. Buni izohlashda 4-5 xil izohlaydi hadis ulamolar va fuqaholar. Bu hadisni tushunish 3-4 xil bo'lg'achqa, ya'ni bu mazhab uni bunda tushunmay, boshqa tushunib, asli shariatningki aniq usul qoidasi bor. Ya'ni boy bo'lgan odamga zakat qildi degan bir asli qoida bor. Shu asli qoida bo'yicha hal qildik buni. İmam Şafii'nin qarashida siz degandek 2 odam 40 qo'yga shirik bo'lgan bo'lsa, zakat qiladi. Bu xuddi ma'naviy shaxsiyat degandek bir. Shirkatning mulki. Xuddi bir odamning mulkidek deymiz. Falon shirkatga mana shu jazo keldi deymiz-ku, shunga o'xshash. Shirkat to'laydi degandek, shirkatning ilkida 40 qo'y bo'lmasa bir shaxsdek izohlaymiz. Yo'q, bu Hanifi mazhabining o'sha qarash kuchli. Lekin bundan keyin mushunday zaman taraqqiy qilib shirkatlar mana shaxsiyat e'tiboriya, shaxsiyat ma'naviya degan bor. Masalan, BDT desak, BDTning bir shaxsdek qonuniy nimada bir shaxsdek muomala qilamiz. Masalan,
Şunga o'xshash bulab qolsa, İmam Şafii'nin qarshi bo'yicha qilish munosibroq bo'lishi mumkin. Paychik shirkda mesela. Bunda bulab qolsa, bakrak munosib bo'lishi mumkin. Lekin nimadan normal holatda o'sha Abu Hanifaning mashhurligi qarshi kuchli. Qala va man wajaba alayhi sinnun. Bir bayga ma'lum yashdagi bir mal zakat keldi. Masalan, bint mahad, bint labun deb keldi. Sinnun yani zat sinnun nima? Hayvanun zat sinnun nima? Falam yujad indahu. Yani onun qo'lida shu yashdagi mal yo'q ekan. Ukhida minhu a'la minhu. Masalan, 2 yoshni to'ldirgan bir tuga degan bo'lsa, 2 yoshni to'ldirgan tugisi yo'q ekan. 3 yoshni to'ldirgani bor ekan. 3 yoshni to'ldirganini beraydi ma'qul deymiz. Olamiz. Va akhada al-fadl. Va akhada degan yani sahibul mal, musaddiq emas. Sahibul mal zakat chiqardirdan 2 yoshdan 3 yoshning o'tirgi 1 yosh farq bo'lgan, shu bir farqning qimmatini qaytarib oladi. Buni fiqhda jubran deb ataymiz. Ortiq kemini tuzlab o'tishda iborat. Aw adda minhu yoki 2 yosh yo'qkan, 3 yoshlik yo'qkan, 1 yoshlik bo'lib qolsa, bu chal qanday qiladi? Ash 1 yoshlikni berib, 1 yosh farqiga qo'shib, yani biznasi berdi. Waraddal fadl. Ortiqni mo bilib demoqchi. Va hada yabtani ala jawaz daf'il qima. Mushu qarash, mushu usul Sahih Buxoriyga kelgan. Ash Abu Bakr radhiyallohu anhu'ningki hada al-faraid allati faradaha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam degan sahifa bog'i tafsili bayon qilgan mushuni kelgan. Mana Buxoriyning hadisida man balagat sadaqatuhu bint makhadin va laysa indahu va indahu bint labunin fa innaha tuqbalu minhu va yu'tihi al-musaddiqu 20 dirhaman aw shatayn. Demak shu 1 yoshning farqiga 20 tanga yoki 2 qo'y deb belgilab qo'ygan. Shu chaqda bir qo'yning bahosi 10 tanga ekan. Fa illam yakun indahu bint makhad ala wujhatiha va indahu ibn labun fa innahu yuqbalu minhu va laysa ma'ahu shay. Bint makhad bo'lmasa, uningdan 1 yosh cho'ng ibn labun erkak bo'lib qolsa, ash erkakning 1 yosh cho'ng erkak, 1 yosh kichik kishiga qimmat tarafdan tengtilgan bo'lishga bu mallarning kishisi qimmat. Shunga udilishib ilinadi degan. Ana shuni qarasanglar, nimani ko'rsatdi? Zakatda qimmatini bas bo'ldi degan qarashning dalili bor. Tamam? Yani biz shu masalada zakat qimmatini bas bo'ldi degan qarash kuchli dedik-ku. Yani buning hadisdan o'rilgan dalillari bor. Dedik. Mana dalillari bunda qadamda bir chiqib turdi. Mushumi shuning dalillaridan. Yani tuginin masalan, uning cho'ngi yoki kichigi uni bermay, men ash kelgan binti mahad kelgan bo'lsa, binti mahadning pulini beray desam, yani munozatda mayli. 3-chi tanlash. Summa al-khiyaru li sahibil mal huwa sahih. Yani bu yerda tanlash. Men masalan tuginin qimmatini beray deb tanlasa, yoki 1 yosh cho'nni, 1 yosh yuqorisini beray, uni kam ko'sini to'liqlataylar desa, mushuni belgilash kimning qo'lida? Zakat berdigan kishining qo'lida deydi. Zakat chiqib, yo'q, men unmayman desa bo'lmaydi. Yani va sahih degandan nimani bilmas? Hanafiy mazhabda mushqarash sahih. Lekin buning qarshiligida ojiz bir qarash bor. Av ojiz qarash, ma sahih qarash. Sahih deganliklar bundan yana sahih emas bir qarash bor degan chiqilgan. Ojiz qarashda buni belgilaydigini zakatchi qodir. Ma'o to'g'ri shu. Yani mal egisi men mani birma, uni birma deb birini tanlab bas bo'ldi degan qarash. Insha'a xolisan addal qima bint mahad kelgan bo'lsa pulsidan bir bas bo'ldi. Va insha'a addan naqisa yashtuvanni berib va fadlal qima qimmatining oshqinini to'liqlab bir bas bo'ldi. Avza yoki 1 yosh cho'ngni berib va akhadal fadl 1 yosh farqining qimmatini qaytirib bas bo'ldi. وليس للساعي أن يأبى شيئا من ذلك. Zakat chiqardir ya, buni olmayman, mani berishing lozim deb uni rad qilish haqqi yo'q. İza addahul malik. Zakat bergan kishi berganni oladi. Lianna at-taysir ala arbab al-amwal mura'a. Chunki mal egalariga qulaylik yaratib berish biz diqqat qiladigan, rioya qiladigan ishdan birisi. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك